Zilimuzda eksklyuziv shunaqa zo'r yengilliklarimiz keldi. Qaranglar, bu kimono sifat. Ipi nimaga bunaqa uzun deb o'ylamanglar, olayotganinglarda mana bunaqa yonidan teshichasi bor-da. Bitta taraf ipini shu teshichasidan o'tkazib olasizlar. Buni orqadan aylantirib, mana o'rtoqlar orqadan aylantirib, oldidagi ipi bilan boylab qo'yasizlar. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bunda yon tarafiga chiroyli qilib kimono stilida boylab qo'yasizlar, bantik qilib. Shimlarni tenglar rezinkali qilib ishlangan sultanka variantda bemalol shimmer razmer kiydiganligi ham ikkilanmay to'g'ri kelaveradi. Ranglarni ko'rsanglar o'rtoqlar, shunaqangi sochli zo'r ranglarda kelgan. Lion materialdan original lion. O'rtoqlar mana orqalarini ham, oldinlarini ham ko'rsataman. Qo'llari ham shunaqa keng qilib ishlangan. Yoqqan bo'lsa bitta videoga like bosib qo'ying. Men sizga videoning oxirida narxini aytib o'taman. Siz uchun ustundagi bejvistdan tashqari shunaqa temniy siniy ranglardan sotuvga chiqqan, yarki bo'lib yonib yaltirab turaman siz, qizil ranglardan ham sotuvda bor. Yo, nejniy romansiz siz uchun roz ranglardan ham sotuvga chiqarganmiz. Leonni eng premium sifatidan chiqqan o'rtoqlar fistashka ranglari, chiroyli rangdan bittasi. Xohlasanglar yana ham yorqinroq ko'k ranglaridan bor. Mana qaranglar o'rtoqlar, вообще super chiqadi. Oppoqqina ranglardan ham bor sizlar uchun maxsus. Mana qaranglar, oppoqqina ranglari, narxlari va zo'r chiqadi o'rtoqlar. Oxirida aytaman, shunaqa shokolad ranglaridan bor. Xohlasanglar mana qora ranglardan ham bor. Sizlar uchun narxlarini o'rtoqlar 315 ming so'mdan qilib beramiz. Bunaqa leonlarni bunaqa narxga aniq topishingiz qiyin. O'shaning uchun Zilimuz uchun ozor filialiga kelib, bemalol xaridinglarni amalga oshirib ketaverasizlar.